Assalomu alaykum. Nihoyat ishlardan chalg'ib, sal shahardan, gavjum joylardan, shovqindan uzoqroqqa chiqishga vaqt fursatimiz bo'ldi. Sizlarga ham chiqishinglarni so'ragan bo'lardim. Tabiat hamma yerda. Soqoq qishlog'i. Yana bitta muhim narsa, bunaqa tog'larga kelganda maksimum ehtiyot bo'lish harakatini qilish kerak, chunki bitta hozir taxminan bir 16-17 yoshli bola tikkalikdan tepaga chiqmoqchi bo'lgan, o'rtoqlari bilan sport o'ynashgan. Chiqa olasanmi, chiqa olmaysanmi? Qiya joyda 1 soatdan oshiq qolib ketdi, yo orqaga tusha olmaydi, yo tepaga chiqa olmaydi. Yaxshi ham akalarning mashinasida arqon bor ekan, shu arqon bilan yordam berdik. Mana shu yoqda edi bola. Pastdan chiqqan.